Siz hali ham qora tuyni kinoda ishlash eng qiyin bo'lgan narsa deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Animatorlar uchun haqiqiy bosh og'rig'i bu Transformerlar 2 dagi Devastator edi. Sababi Devastator 7 ta alohida mashina va 52 mingta alohida detaldan iborat edi. Taqqoslash uchun bu Optimus Prime'dan 5 marta ko'p degani. Animatsiyaning murakkabligidan kompyuterlar dosh bera olmagan va hatto yonib ketgan holatlar ham bo'lgan. Industrial Light and Magic studiyasi Devastatorni yaratishda ulkan kompyuter klasterlardan foydalangan. Birgina Devastatorning to'liq sahnasini render qilish uchun taxminan 60-70 soat vaqt ketgan. Hatto ba'zi sahnalar uchun maxsus yangi render texnologiyalari ishlab chiqarilgan. Har bir mashinaning bo'laklari qayerga kelib, qanday joylashishi aniqlik bilan ko'rsatilishi kerak edi. Animatorlar uchun bu mexanik bosh qotirmaga o'xshardi. Endi esa uning ustiga chang, to'zon, shamol va fizikani qo'shing. Animatsiya qanchalar qiyin bo'lmasin, studiya buni uddaladi va tarixdagi eng qiyin filmlardan birini yaratdi.